Assalomu alaykum. Bugun biz Samarqandning eng maftunkor go'shalaridan biri Konikil turizm qishlog'idamiz. Sizlar ko'rib turgan ushbu joy meros qog'oz markazi bo'lib, u Siyob daryosi bo'yida, tabiat qo'ynida joylashgan. Bu yerda qog'oz shunchaki yozuv ashyosi emas, u san'at asariga aylanadi. Qo'g'irchoqlar, sumkalar va hatto liboslar ham barchasi tut daraxti po'stlog'idan tayyorlangan. Sirlar xonasiga xush kelibsiz. Jarayon tut daraxti novdalarining po'stlog'ini shilishdan boshlanadi. So'ngra bu po'stloqlar katta qozonlarda uzoq vaqt qaynatiladi. Pishgan tolalar dastlab qo'lda, so'ngra qadimiy uslubda, ya'ni suv charxpalagiga ulangan maxsus yog'och uskunalar yordamida tuyuladi. Bu harakat tolalarni bo'tqa holiga keltirguncha davom etadi. Tayyor bo'tqa suvga solinib, maxsus qoliplar yordamida suzib olinadi. Har bir qog'oz qatlami orasiga maxsus material qo'yilib, ustidan og'ir toshlar bilan preslanadi. Bu qog'ozdagi ortiqcha namlikni chiqarib tashlash va uni mustahkamlash uchun zarur. Ushbu nam qog'ozlar maxsus taxtalarga yopishtirilib quritiladi. Quritish jarayoni yozda bir necha soat, qishda esa bir kun vaqt oladi. Qog'oz quriganidan so'ng uning bir tomoni g'adir-budir bo'ladi. Uni ipakdek silliq holga keltirish uchun qadimiy sir, mol shoxi yoki dengiz chig'anoqlari bilan ishlov beriladi. Bu Samarqand qog'oziga betakror yaltiroqlik va chidamlilik beradi. Oddiy qog'oz va asrlar bilan bo'ylashadigan Samarqand qog'ozi farqi yaqqol ko'rinib turibdi. Sharqirab oqayotgan suvlar, tinimsiz aylanayotgan charxpalak va tabiat uyg'unligi. Samarqand qog'ozi o'tmishimizdan bizga qolgan tirik merosdir. E'tiboringiz uchun rahmat.